Assalom. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Ko'rib atqaningizdak, bugungi programmamiz alohida bo'ladi. Ya'ni bugun romanni o'rmonliqda o'qiymiz. Bu o'rmonliqni men bek yaxshi ko'raman. Har qaytim aylangan vaqtimda kiyiklar, hatto bir qaytim kichik bir tulkini ko'rdik. Şuna agar tasaddibi bir hayvan kelib qolsa, kiyik bo'lamdi yoki boshqa narsa, hayt deb qo'yasizlar. Maqula, romanni boshlab. To'xtam tuzilib bo'lgandan keyin Rishad Hoji uningga nafis oltin zanjir sovg'a qildi. Bu Gulnazning ish haqqi edi. Uning telefon nomerini yozib olib, kelar navbat kelganda izlaydiganligini aytdi. Ammo nemishqidir o'zining telefon nomerini yozib bermadi. Degandek, u pat-pat kelib turdi. Har kelganda Gulnazni izlaydi. Ish bitganda uni katta so'rinlarda esil, lazzatli taom, sovuq ichimlik bilan mehmon qiladi. Ammo hargiz isrofchilik qilmaydi. Ketadigan chig'ida yana ish haqiga to'g'rilab bir narsa sovg'a qiladi. Ularning o'tirsida adab qoidadan hal qilgan biror eg'iz gap so'z bo'lmadi. Ammo Gulnazning kunlari uning telefonini kutish bilan o'tadigan bo'ldi. O Rishad Hojining diniy o'lima oilasida islom aqidasi bo'yicha tarbiyalanganligini ham Xinjiang universitetini bitkazganligini, ayoli 5 bolasi bor ekanligini, cho'ng qizining pedagogika institutida o'qiydiganligini biladi. Rishad Hoji oxir qitim kelganda to'y qilish talabini qo'ydi. Shariatda musulmon erkishiga 4 xotin ravo ekanligini, o'zi mushu kunga qadar qadinas ayoldan boshqa ayol zotiga nazar solmagan bo'lsa-mu, bugungi kunda Alloh diliga solgan mehr muhabbat oldida ojiz kelib qolganligini, bu ishda ayolining ma'qulligini olganligini aytib, agar Gulnaz xolisa Urumchidan uy yetib bermoqchi bo'ldi. Gulnaz hayot yo'lida muhim bir tanlashga duch kelgan edi. Rishad Hoji o'zi kech-kunduz intiladigan, orzu qiladigan odam. Ammo uningdek erkin cho'ng bo'lgan qiz yana kelib bir san'atkor uning bilan oxirgacha moslashib o'talarmi? Hissiyot boshqa gap, reallik yana boshqa gap. Gulnazning do'stlari uni bu yo'ldan to'sdi. Sen degan oliy maktabning o'qituvchisi, istiqbolli artist tursang, u sening dadangdek odam tursa, sen o'sha hojimga kichik xotin bo'lamsan. Voy, hoji deganga adab qo'ysa bo'ladi. Ular bilan yiqilashqili bo'lmaydi. Kim biladi, uning yana nech xotini bor texi. Gulnaz Rishad Hoji aytib bergan telefon nomerini pat-pat qo'liga oladi-yu, nozik barmoqlari nemishqidir telefon ustida to'xtab qoladi. Rishad Hojimi uningga telefon qilmas bo'ldi. Ammo Gulnaz o'zining bu odamni unuta olmaydiganligini, qachonki telefon kelib chaqirsa, gap so'zsiz orqasidan agishib mangdiganligini biladi. Gulnaz hayotining eng go'zal mazgillarini ana shundoq ikkilanish ichida o'tkazib o'tdi. Boshqalar tanishtirgan xeyli odamlarmi uningga yaramaydi. Bara-bara boshqalar uningga loyiq tanishtirib avar bo'lmaydigan bo'ldi. Faqat yashnib qolgan dadasi kech-kunduz qizining g'amini yeydi. Anasimi orzuliq ham chiroyli qizining ko'z tekkandek betalay bo'lib qolganiga chidamay yig'laydi. 33-bob. Namat duyjonliqdan tushib ketgandan keyin etiz ishiga toza kirisholmay, ya boshqa biror ish qila olmay qiynalib yurdi. Qo'lidan ish keladigan odamlarning sharaqshitib pul tepayotganligini ko'rib, o'ltira olmay, kichik vaqtida cho'ng dadasidan o'rgangan yog'och tangna, oyoq qo'shiq chapadigan ishni qo'lga olmoqchimi bo'ldi. Lekin uning ming bir jafoda yasagan oyoq qo'shiqlarni setib oladigan odam chiqmadi. Oltingul Namatga to'liq yo'l ko'rsatib oqtira olmay, oxiri o'zi bozor bo'yidan bir egizliq uy ijara
elib, beqib olgan qizi Ayshamgulga ikki shogird qiz balani yondab tikkichilik do'koni ochdi. Do'konning nomi Oltingul yangi pasondagi kiyim-kechak do'koni bo'ldi. Ayshamgul nahiyada ochilgan kursda 6 oy o'qib, kiyim tikish, reshiliya ishlashni o'rganib kelgan edi. Shunga kiyim-kechak tikish bilan qolmay, dasturxon, parda, sanduq, marab yapqush, yog'liq degandek narsalarni ishlab setib, yangi to'y qiladigan qiz-yigitlar bilan yangi uy solganlarni o'ziga qaratdi. Oltingulning shaharga yotliq bo'lib ketgan jiyan qizi qandoq bo'lsunda kiyim kiyib kelsa, Oltingul darhol shuningga o'xshatib kiyim tikib kiyatdi. Yeshining xeyli yerga berib qolganiga qaramay, yosh vaqtlardagi zilboligi va chiroyini saqlab qolg'ashqa, uning uchisiga chiqqan kiyim helimi qiz cho'qonlarning ko'zidan o't chiqarib etdi. To'g'raqlikqa qarashliq 3 mahalladagi qo'l ilkida bor oilaning qiz cho'qonlari bas-basda uni do'rab kiyishyapti. Oltingulning kiyim-kechak do'koni borgan sari ro'naq topdi. 90-yillarning oxiriga kelganda tikkichilik do'konining yeniga moda kiyim-kechak do'koni ochildi. Oltingul do'konlarni qiziga topshirib, o'zi Qashqar, Urumchidan mol akilatdi. Akalgan mollari talash tortishda qolatdi. Oltingul Qashqar, Urumchilarda yurib, ko'zi ochilib, so'g'diga pishdi. O'zi bilan bir yo'ldagi kishilar bilan tonishib, yo'l tepib, o'ziga bo'lgan ishonchi bargan sira oshdi. Oltingulning kelishgan taqturqi, gap so'ziga, muomalaga ustunligi hammadan uning puli nurg'un erlarni o'ziga jalb qiladi. Bir qitim burniga suv kirgan Oltingul ularga oson berilibmi ketmaydi. Har qitim to'g'raqlikqa qaytib kelsa, ishik derizini taqab hisob kitob qiladi. Orqadan qat-qat selingan ko'rpada charchigan putqollarni so'zib yetib, necha kunlab talotizga chiqmaydi. Xush tutgan vaqtlarda Namatga bu qitim qandoq mol akelganligini, do'konlarning tijorat ahvolini qilmoqchi bo'lgan ishlarni aytib beradi. Namat uning so'disiga ancha qiziqib ketmaydi. Qanchalik pul topding deb so'rabmi qo'ymay, uning gapini tinglab o'ltiradi. Oltingul peshonasiga butilgan bu badbashira odamga qarab o'ltirib, ichida kim uchun shuncha valo qilaman? Bag'rimni yerib chiqqan bolalarim bormidi? Jafo chekib, xush qilishga arzugidek erim bormidi? deb ko'ngli yerim bo'ladi. Namat soqol qo'yib, namoz ham bo'lib oldi. U har kuni masjidga hammaning oldida berib, sapning oldida o'ltirib, ixlos bilan namoz o'qiydi. Urumchidagi Islom institutini bitkazib kelgan yosh imomning va'zini berilib anglab, yaxshichaqliq bilan savol so'rab, so'zlaganlarga do'st tortishadi. Imom bilan yashinib, yurak oldi bo'lib qolgan Mazna xonimni, Yasin qariyni qo'shib, pat-pat uyiga chaqirib oladi. G'izodan keyin pagahda oq kirgan shalong saqilini silab o'ltirib, Allohning olamni va odamni qandoq yaratganligi, odam bilan Havvo va ularning bolalari, yaxshilik bilan yomonlik, do'zax bilan jannat, Muhammad payg'ambar va choriyalar to'g'risidagi hikoyalarni va talash tortishlarni zo'q bilan anglaydi. Abdug'ani Axunning navri inisi Yasin qari kitob, gazet o'qib turadigan gapchi odam edi. Gap arlab mahalladagi yaxshi-yomon ishlarni, oq o'g'itni chechi berib, terilg'u yerlarning qetib, bazlashib ketayotganligini, yurtda ilgarigidek terakdak egiz bo'yliq, qahrimi bor, zahrimi bor erkaklarning qolmaganligini, yangi zamonning bolalari qirqib qo'ygandek pakar, vijik cho'ng bo'layotganligini, dehqonlarning oti bovisidan qolgan mis abduva, chilapcha, cho'gun va jimbillarni eski tusga yig'adigan qanzularga arzon setib etib, uning o'rniga so'lyavdas, alyumin ko'rlarni setib olib, naqadar xo'shal bo'lganligini, so'lyavdasning qog'ozdek yirtilib, alyumin ko'rining osonla tuvi teshilib qoladiganligini ko'rib, bir much pul xashlab setib olgan soymonlarimiz yanala qapoq cho'mishga yetmaydi ekan deyishganini, bozordagi savdogarlar aklab sotgan xurum oyoqlarning
kiyib hafta o'tmay mengishqa paylamay bösülüp ketganligini, ishkirdan akaldirgan sotluq kevas uruqlarining saxta chiqib qolganligini so'zlab kelib, nahiga borgan edim. Bir Xanzu savdigar cho'rsiga odam yig'ib, bir Uyg'ur odamni ko'rsatib, choch o'stirdigan, choch qaraytadigan do'risini bozorga salqil turibdi. Qarsam, u Namat Daduyjondan cho'ngroq odam ekan. Lekin chech shundoq qo'yoq, ham qora chiqibdiki kasofatning. Ko'zimga ishonmay qoldim. Ko'nglimda har nima bo'lsa, buningdan bir botilka olg'ash berib, Namat akamni bir xo'sh qilib etay deb o'ylabdiman texi. O'chratmon kelgan dedi, nadindir ikki soqchi paydo bo'ldi. Yigizrak biri kelibla, eliq Uyg'ur adashining chechini qamallab bir tatmasmi? Choch qo'liga chiqdi. Shundoq sipti yasigan kayim choch ekanki, hamma odam voy deyishib qoldi. Asli u odamning beshimi Daduyjonning beshidek misbash ekan emasmi? deb o'ltirganlarni kuldirib etdi. Elgirki chaqlarda hech kimni bosh yoki choch haqida gap ochqili qo'ymaydigan Namat bu gaplarni qelin qalpuklarni qiysoytib kulatdi. U kulsa chiroyi yig'layotgandek g'alit qiyofatga kirib qolatdi. Yasin qari bo'ldi qilmay, Daduyjon o'zlari kulyaptamla yoki yig'layaptamla deb kulkini texmo avjiga chiqaratdi. Yasin qari orqadilla degan bilan Daduyjonmi yomon qilmagan. U chaqdagi ishlarning hammasini Daduyjondan ko'rib ketgili bo'lmaydi. Siyosat shundoq edi. Daduyjon so'qurlish bilan o'rmonchilikni tang tutgan. Shunga hozirgacha foydasini ko'ryapmandimiz, deydi. Maznaxonimmi titrak ovozda. Dajoydin o'ginimizda kech kunduz ishlaydigan chaqlarda Namtaxun o'zimi bu yerda a'zolar bilan yetib qopib tang ishlagan hozirgi boshliqlarning o'zining yerinimi o'zi termaydi, deydi. Hozirgi kent boshlig'i Mahat Davudning jiyan o'g'li edi. U 80-yillarda harbiylikdan qaytib kelibla kent boshlig'i, kent partiya yachayksining sho'jasi bo'lgandan keyin bir mezgil xili yaxshi ishladi. Keyin borgan sari yuragi yo'g'onab, o'zi bilgancha ish qiladigan. Ximiya va o'g'it, dora, uruq sotadiganlar yeniga pul selib qo'ysila, dehqonlarga yuqori bahoda tingib sotadigan. Yuqoridan bergan namratlarni yo'lash xarajati va boshqa pullarni o'zining tuqqanlariga o'lashtirib berdigan bo'lib oldi. Lavbanlardan pul elib, ularning qalaymiqan yer ichishiga yo'l qo'ydi. U yangidan kent boshlig'i bo'lgan yili Kirimni kent ishlariga ishiltimiz deb dehqonlarni harakatlantirib 30 mo bo'z yer ochqizgan edi. U yerni har yili dehqonlarga tertatdi. Lekin dehqonlar uning bir pun foydasini ko'rmaydi. Bu pullarning nega ketganini bilmaydi. Dehqonlar yig'inlarda bu ish to'g'risida ko'p qitim fikrmi berdi. Lekin kent boshliqlari aniq javob bergili unamadi. Dehqonlar ochchig'ini ichiga sig'dira olmay yurgan kunlarda yana bir ish yuz berdi. Saybuloq mahallasida Zirpaxun deydigan namrat bir odam bor edi. Ayoli o'lib ketgan bo'lib, oldida bir talla qizi bor edi. Dada bilan qizi g'o'rgul bo'lsa-mu, tinch turmush kechiradi. Yillar o'tdi. Onasidan 7 yoshida qolgan Nisagulning eski tamli qo'ylida, ko'ni kiyimlar ichida qachonlarda qandaqlarcha bir sohib jamal qizga aylanganligini kishilar sasmay qoldi. To'g'raqliqdan kiyik ko'zlik sohib jamallar ko'p chiqatdi. Lekin hech qaysisi Nisagulning qo'liga suv quyib berolmaydi. Uni ko'rganlar bu namrat to'ylida tangdashsiz bir gul ichilibdi deb donqini taraf-tarafga tarqitishadi. Ortiqcha O'sin Jamolning qiz cho'qallarga, bo'libmi Namrat oilaning qizlariga yarashmaydiganligini biladigan kishilar qizning taqdiridan andish qilishadi. Qiz o'ziga oshiq bo'lgan yigitlar ichidan Yasin qarining o'ttiranchi o'g'li Tolibjonni yaratib qoldi. Ular uyning orqasida, gohida mahalla sirtida uchrashadi. To'g'raqlar orasida yonma-yon o'sib, bir-biriga irmash-chirmash bo'lib ketgan ikki tub to'g'raq bor edi. Ular ba'zida ashu to'g'raqning tuvida o'tirib mo'ngdishadi.
Ular texi bir-birining qo'l uchini tutib baxmagan edi. Bir-biridan tortinib yurishadi. Bir kunlarda Zerpaxunning eshik oldiga esil bir pikap keldi. Pikapda Мәхәт bilan kelgan Lavban ko'zlari jonni olg'udek müldirlab, ikki mangzi onardek tavlinib turdigan Nisagulni ko'rib, o'zini bosolmay Zerpaxunga qizini Urumchida katta xizmatga o'rinlashtirdiganligini, bir qism ish haqini oldin berdiganligini aytib, oldiga 10 ming koyni qo'yib qo'ydi. Lavbanning orqasida paypaslab yurgan Мәхәтmi og'ziga tegmay: "Nisagul, beshingizga talay qush qo'ndi. Bundaq fursat hamma odamga kelmaydi. Fursatni qo'ldan berib qo'yib, keyin pushaymon qilganning foydasi yo'q. Yosh vaqtingizda shahar ko'rib, pul tepib, cho'ng bo'lganda yurtga yenib kelib, topgan pulingizning rohatini ko'rmamsiz" deb vasxonlik qilib, dada bolani xil qiziqtirib qo'ydi. Nisagul o'yinib baqay dedi. U yashangan dadisini yolg'iz tashlab qo'yishdan ansiraydi. Yana bir tarafdan Talibjonga chidamaydi. Dadisi pulni ko'ribla bir qarorga kelib bo'lganda qiladi. Faqatla Talibjon uning onli kimlarning orqasidan ketib kelishiga qo'shilmadi. Hatto Nisagulning ko'ngliga tegadigan gaplarni qildi. Talibjondan dili ranjigan Nisagul kechini kirpik qaqmay o'tkazdi. Oxir chiroyli qizlarga qas, tamanna va qiyodash, notanish dunyoga bo'lgan qiziqish ustunlikni egalladi. Atsi Nisagul bir nechqur kiyimini elib, Lavbanning mashinasiga tushib ketib qoldi. Bir ketgancha uningdan xat xabar bo'lmadi. Talibjon bozordagi boshqa xanzulardan Nisagulning ishkeriga ilib ketilganini anglab, ular deb bergan adres bo'yicha uni ishkeriga izlab bordi. Birinchi yili izlab topolmay, ikkinchi, uchinchi yilimi izladi. Va oxir uni cho'ng bir shaharning chetidagi pohishxonadan topdi. Yerim yalang'och kiyingan Nisagul o'ziga o'xshash sho'r peshona Uyg'ur va xanzu qizlar bilan birga turadi ekan. Xohlagancha sirtga chiqolmaydi ekan. Qechishga urinsa qattiq qiyin qistoqqa elinadi ekan. Ularning o'lib tirilishi bilan soqchilarning mo kari yo'q ekan. Nisagul bir qitim do'riyab, bir qitim bilak tomirini kesib o'lib olmoqchi bo'pti. O'lay debmi o'lolmay, oxir amalsizlikdan taqdirga tan beribdi. Bonjour. Shugurab ketyapti. Qancha mut bo'ldi edi o'zim. Talibjon pohishxona xo'jayinini pichoqdanlab qo'rqitib, Nisagulni qo'yib berishga ma'qulga keltirgan bo'lsa-mu, Nisagul yurtga qaysi yuzim bilan boraman, uning ustiga men uzoq umr ko'rolmayman, maynat tenim bilan ashu pokiz yurtni bulg'amay, o'likim mush yerda qolsin deb qaytib kelishni xohlamabdi. Talibjon qaytib kelgandan keyin Мәхәтni o'ltirib etaman deb yurdi. Yasin qari o'g'lini bu yo'ldan to'sib, Мәхәтning qilmishlarini birma-bir tizib, arz yezib, yezi bilan nahiyaga, hatto viloyatga arz qildi. Yezi bilan nahiyada uning arzini tingshaydigan odam chiqmadi. Viloyatlik arziyat ishxonasi yeziga qartib bir parcha xat yezib berdi. Biroq bu xat yezi kotibining tortmasiga bir kirib ketgancha yo'q bo'ldi. Aksicha Мәхәт uni ustimdan arz qilsan deb urib yotqizib qo'ydi. 1-2 yilgacha Yasin qari o'ltirishliq mahalliga suvni vaqtida bermay, o'kti qopqonlarni yurtdan haydab, bola chaqisi to'y qilsa uy yeri bergili unumay, dehqonlarni qang'ir qaqshatdi. Мәхәтga tankalgili bo'lmaydiganligini biladigan dehqonlar bizni mush kunga qo'ygan sen deb hamma ishni Yasin qaridan ko'rib, uni araga olmaydigan bo'ldi. Lekin ichi kuchlik bir ishni qilsa oxiriga ochiqmay qo'ymaydigan Yasin qarimi yengilginiga tan bermadi. U turdi qari bilan yaqin og'in edi.
Bir yili u Rustam Nozirning yurtga keladiganligini anglab, Turdi qari orqali bu arzni Nozirga yetkazmoqchi bo'ldi. Ular shunchalar cho'ng boshliq bo'lgandan keyin nahiya yezdikilarga bir eg'iz gap qilib qo'ysa, har qanday ish hal bo'lib ketmamdi deb o'ylashadi. Rustam Nozir kelgan kunning ertasi yurtdagi mahat boshliq kadrlar bilan jamoat uni yo'qlab kirishdi. Ular chiqib ketgandan keyin Turdi qari Rustamga mahatning ishlarini, Yasin qarining uvalchiliklarini birma-bir yetkazdi. Helimgulmo uning gapini quvvatlab, to'liqlab turdi. Zaynabxon: "Bolam, to'g'rilikda mahatdek maraz boshliqni hech kim ko'rmagan. Dehqonlar uningga tan kelolmadi. Hozir u teximo tersiga patmay qoldi. Sen ikki eg'iz gap qilib, mushu bechora odamlarni mahatning zulmidan qutuldirib qo'ygin. Yurtdikilar sendan rozi bo'lib qolsin", dedi. Rustam chiroyini o'zgartmay birdam o'ltirib ketib, birdanla akasiga qarab: "Aka, sen bu ishlarga aralashma. Asas qatlamı kadrlarının o'zining xizmat usuli, o'ziga yarasha jafos bo'ladi. Yuqori bilan töven o'xshamaydi. Men yuqoridan kelib, Dadoy Shavdoyning ishiga aralashib yursam, yarashamdi. Meningcha, mahat sizlarga yomonlik qila olmaydi. Shundoq bo'lgandan keyin o'shiq ishga aralashmay, yeringlarni terib, kuninglarni elivermamsizlar", dedi. Turdi qari gap qilmay o'ltirib qoldi. Zaynabxon joynamozni ko'targunicha namoz o'qig'ili mangdi. Erimigul uning joynamoz ko'targan qo'li lag'ildab titrayotganligini ko'rib, ittik berib, cho'giniga issiq suv elib, "Ana, tarat elib olamla", deb oldiga keldi. Zaynabxonning titrayotgan lavlari orasidan "maraz" degan so'z chiqdi. Bu so'zning kimga qaratilganligini belgili bo'lmaydi. Rustam bu qitim 15 yoshlarga kirgan o'g'li bilan 13 yoshlarga kirgan qizini alg'ash kelgan edi. Bo'ylari egiz, atlik, tersi suzuk ham yumron, ratlik, poks kiyingan bu bolalar pakar-parkar, uruq, optobda ko'ygan to'p tarat sahra bolalari orasida xuddi yova o'rdaklar orasiga kirib qolgan oqqo'dak alohida ko'rinadi. Ikkalisi bir eg'iz uyg'urcha gap qilishni bilmaganlikdan kim gap qilsa hayron bo'lib sa deyishadi. Urumchida bir necha kun ularninkida turgan Helimigul tortinib o'ltirmay, "Nay emas, cho'ng ana deysizlar. Mavni anar deymiz. Mavi degan shoptul", deb ikkisiga uyg'urcha gap o'rgatmoqchi bo'ladi. Zaynabxon ota-bovilarning tuproq beshini ko'rsatmoqchi bo'lib, eshak harvisi bilan ularni zaratliqqa ilib bordi. Zaynabxon eng boshdagi eng ko'ni bir qabrning oldiga berib, "Bolalarim, mana bu sizlarning eng cho'ng bovanglar. Bolalarim, mana bu sizlarning eng cho'ng bovanglar. Mushu yurtni ochgan To'xtaxunning qabrisi. Mavu ulug' momonglar Oyxonning. Mavu Qutlug' hoji cho'ng dadanglarning", devatqanda ikki bola seg'iz kamput choynig'incha hech narsani anqirolmay qarshi turdi. Zaynabxon ularni ikki tarafiga o'ltirg'izib oyat o'qidi. Oyatni o'qib bo'lib duoga qo'l ko'targanda o'g'il singlisiga nimalarnidir deb qo'yib oldirab yer ketdi. Zaynabxon uning sal neriga berib, gumbizi o'rilib ketgan qabrlarning to'psiga sharqirtib seybatganligini ko'rib, qo'rqib jini chiqdi. Balani ayab ortiqcha bir narsa demagan bo'lsa, bola deganni mushundoq cho'ng qilamdi deb o'g'lidan ranjib, kechacha ko'ziga uyqu kelmadi. "Rustam, hey Rustam!" Ashu köyümchan azimat o'g'lining boshqacha bir odamga aylanib qolganligi Zaynabxonga qattiq zarba bo'ldi. U
kent boshlig'i Mahat bilan o'g'li Rustamga qandaqdir bir o'xshashlikning borligini his qiladi. Uning qandaq o'xshashlik ekanligini deb beralmasimi, yuragi bir narsani sezgandek bo'ladi. Shuning uchunmiki Rustam avatgan yoki bergan pullarni bir pun beri qilmay, amroq nabirlarga bermay yig'ib qo'yadi. Qo'lim qo'shnilar hojatmand bo'lib pul so'rab kirsa, zodi quruq yondirmaydi. Birarsi davolanmoqchi bo'lsa, oyanmay yordam qiladi. Ularga bu pulni Urumchiga o'g'lim avatibdi. Namozinglarda shuningga atab duo qilib qo'yarsizlar, deydi. O'zining bu ishidan ichida xo'shal bo'lib, bilib bilmay o'tkazgan gunohlari mushuning bilan yuyilib ketar. Yo'llari texim ochiq, davlati texim ziyoda bo'lar ilohim, deb tilaydi. Biroq yuragiga o'rnab ketgan bir g'ashlik oson yo'qolmaydi. Kech kunduz bir andisha yuragini tatilab turadi. Bu qitim hammadan bolalarga birer ikki eg'iz bo'lsa-mu o'z tilida so'zlashni o'rgatsa bo'lmamdi. O'zining qanday odamning avlod ekanligini bildirsa bo'lmamdi, deb ichidan o'rtandi. U bolalarning ichida Zumraddin qalsila Rustamga amroq edi. Qo'lidan ish keladi, kuyimi bor deb uningdan umidi zo'r edi. Qaraganda uningdan kupurliq o'tgan o'xshaydi. U rizqiga qanoat qilmay Alloh taolaning g'azabini keltirib qo'ygan o'xshaydi. Shunga uning o'g'li mushundaq o'zgarib ketibdi. Bolachaqlarimi ajdodiga baxmaydigan, o'zining yiltizini bilmaydigan bo'lib ketibdi. Uningdan ko'ra to'g'raqlikda dehqon bo'lib, elimguldak ishchan ayolga o'ylanib, ota-bobolarining yo'lini tutib yashab ketgan bo'lsa, Zeynabxon xotirjam bo'lmasmidi? Ota-bobolarining ruhi xursand bo'lmasmidi? Odatda Rustamni og'zidan tushirmaydigan, uni to'liq seg'inadigan Zeynabxon amroq o'g'li bilan navirlari oldida turganda birdilla yavash, oq ko'ngil turdi qari bilan Elimgulning, og'riqchan Ro'zaxonning o'ziga eng yaqin ekanligini, o'zining ularga naqadar muhtoj ekanligini his qildi. Ko'ngli erib, ko'zlariga yosh oldi. Rustamdan dili ranjigan bo'lsa-mu, u yig'im bor edi, endi mo'misoq bo'lmas ona deganda yana uningga chidamay qoldi. Ko'nglida nurg'un gaplari bo'lsa-mu, uning silkib etishidan, ranjib qilishidan qo'rqib ichiga yutibdi. Rustam bu qitim onasini Urumchiga elib ketib, yanada bir mazgil turg'izmoqchi bo'lib kelgan edi. Biroq Zeynabxon barqali unimidi. Shu Qashqarga borsam, yurtqa qachon ketarma deb ko'zim tut bo'lib ketdi. Urumchiga texim ko'nalmayman. Yashinib qoldim. Yaqin yurtda o'lib tortib qolsam, sizlarni avar qilib qo'yaman. Uning ustiga men bo'lmasam, Ro'zaxon hech kimning qo'ldan g'izo yemaydi. Rahmat bolam, sizlar xotirjam o'tsanglarla, men rozi, dedi. Rustam bilan billa uning Qashqardan olgan uyiga berib, bir necha kun turishni xohlam edi. Rustam to'g'roqlikda 3 kun turib, Qashqarga, u yerdan Urumchiga qaytib ketdi. Kuzda nahiya bo'yicha demokratik saylam o'tkazildi. Saylamda to'g'roqlikdagi dehqonlar hammasi birlashib Yasin qariga bilet tashildi. Biroq saylam natijasi e'lon qilinib uzoq o'tmay, nahiyadan uqtirish chiqarib, Yasin qarini kent boshlig'idan qoldirib, Mahatni kent boshlig'i va kent partiya yachaykisining shujiligiga tayinladi. Qaytadan amalga o'ltirgan Mahat texmi ko'ranglab ketdi. Ikkinchi yozda neftlikdan Xanzu ustularni akaltirib, bozor bo'yiga 2 qavatlik katta uy soldirdi. Bundaq yasidaq uyni to'g'roqliklar tex ko'rib baxmagan edi. Xo'sh, bugun o'sha yergacha o'qiylik, ati davomlashtiramiz. Ma'qul, bugun kuningiz xo'shal qaram, yaxshi o'tsin. Xo'sh.